Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doim bo'laman. Behruz Masharif va bu darsligimiz vaqtcha cho'zilib ketdi. Bu darslikda men sizlarga nakrutka qanaqa urilishni o'rgataman va to'liq batafsil ma'lumot beraman. Chunki men вообще ko'p odam mendan so'radi, nakrutka qanday uriladi, nima qilish kerak, nakrutka urish uchun qanaqa sayt kerak. Короче, videoni o'tkazib yubormasdan dalishga ko'ringlar. Keyin tushunmay qolib menga lechkamga yozsa, nakrutka haqida hech qanday savollarga javob bermayman. Hech qanday. Faqat shunchaki shu 5 minutlik video bo'ladimi, bu 10 minutlik video bo'ladimi, oxirigacha bitta tomosha qilib qo'yinglar bo'ldi. Полностью hammasini tushunib olasizlar. Bizga sayt kerak. Bizga sayt kerak. U saytni qayerga qaranglar. U saytni mana bu yerdan olasizlar. Mana shu kanalda olasizlar saytni. Amerika YouTube. Mana do'stlar, kichikcha Amerika YouTube degan Telegram kanalim bor. Amerika pastqisi YouTube. Mana описаниямda bor. Libo bitta videomni ko'rsanglar, libo bitta darsligimga kirsanglar, mana описаниеda kanal bor. Shuni üstüne bosasizlar, kanalga o'tib ketadi o'zi avtomatik, mana ko'ringlarmi? Kanalga o'tasizlar. Mana shu yerda men ikkita saytni silkasini tashlab qo'yaman. Ikkita nakrutka ko'radigan saytni. Mana birinchi sayt, mana ikkinchi sayt. Keyin buni ichiga pul to'ldirish darsligi ham o'sha Telegram kanalda bo'ladi. Mana shu Telegram kanalga men buni qanday qilib ichiga pul to'ldirishni ko'rsataman mana shunga. Saytga pul tashlashni. Bizga masalan birinchi saytga kirdik, masalan SMM follows. Bizga servis kerak. Tipida servislar bor. Masalan YouTube tanlaymiz. YouTube tanladik. Mana bu yerda nima bizga YouTube tanlaganimizdan keyin mana bu yerda nima kerak bizga? Masalan bizga like kerak. Like deb qidiramiz prosta tak. Keyin bizda har xillari bor. Live stream, jonli efirga, no refill degan, garantiyali, mana garantiyali, guaranteed degan. YouTube likes garantiyali, mana shunga bitta bosamiz, garantiyali uramiz biza. Va mana unga har xil tariflari bor. Mana garantiyalisini ichida har xil tariflari bor. Qimmati bor, arzoni bor, $10, $20, $50. Yani 20 sentliklar bor. Men o'zim mana shuni tavsiya qilaman. $0.94ligini 1000 ta like ga $0.94, ya'ni 10,000 so'mdan sal oshadi. 11,000 so'm, 12,000 so'm bo'ladi. Xuddi mana shundan urasizlar mana. Link mana YouTube linkini tashlaysizlar. Mana nechta like urishinglarni yozasizlar. Bo'ldi. Submit degan tugmani bosasizlar, bo'ldi. Mana hozir akkauntim balansida $1 bor. O'sha men $82 bu saytga ishlatib o'rganman. O'sha shundan bilsanglar bo'ladi, normal saytligini. Keyin mana drip feed bor. Bu yerda men $5 sarflaganman, ko'p emas. Masalan, saytga kirgandan keyin YouTube'da belgilaymiz yana. Mana bu yerda yana masalan like qidiramiz, mana qidiruvga like deb yozamiz. Yana qanaqa like? YouTube like Amerika deyapti. $1.75 ekan, 0.86lik haqiqiy like ekan. Umuman tashlab yubormaydi, non drop degan tashlab yubormaydi. Ana qaytib ketmaydi degan 100% deyapti. Bo'ldi. Instant degan sразу urib beradi degani, recommended degani tavsiya qiladi degani shu ekan. Bo'ldi. Men o'sha topib oldim. O'shanga kiraman va link yozasizlar. Yana nechtalik urasizlar. Masalan, ana yerda average time degani qancha vaqtda boshlanishi, urib bo'lishi, mana 9 minutcha nakrutkani urib bo'ladi deyapti. Bo'ldi, mana shu 9 minut bo'lsa 9 minut bo'lmasa, mana bu yerda non drop degan tanlaysizlar. YouTube likes non drop. Keyin mana bu yerda masalan 0.74 ligini tanlaysizlar degan, mana 4 minut urib beradi. Like tanlaysizlar, qanchaligini tanlaysizlar, o'sha bosasizlar, bo'ldi. Boshqa qiyin joyi yo'q. Prosta like urish kerak xolos. Endi qachon like uraman desanglar, videolar 2000 ta 3000 ta prostor oladi-ku. 2000 ta 3000 ta prostor bo'ldi, sразу like urib yuborish kerak. 2000 ta 3000 ta prostor yetadi, keyin like urib yuborasizlar, 500, 600, 1000, 100 ta ham urib ko'rsanglar ham bo'ladi, dalcha ko'tariladigan videolar. Bu shu, boshqa anonsi yo'q, sirli joyi yo'q. Oddiy mana necha minutlik, 5 minutlik, 4 minutlik video bo'ldi. 5 minut hozir, 5 minut bo'ladi. Hamma narsa mana shu kanalda. Bunga pul to'ldirish asosiysi mana shu kanalda bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kichikcha Amerika pastqisida YouTube. Pastda opisiyaning silkasini ham qoldiraman do'stlar. Hammaga rahmat, hammaga omad.